Qur'on Karimdagi har bir sura insonga Allohga qaytish va iymon etish to'g'risida xitob qiladi. Janob Allohning butun mavjudiyatdan ulug' ekanligi va qandoqli bir kishi nima qilgan bo'lishidan qat'iy nazar uning afu qiladiganligi bak ko'p oyatlarda tilga olingan. Hashr surasi mushu qimmatli suralarning qatoridan bo'lib, asosan tavhid ilmini, ya'ni Allohning borliq va birligini o'z ichiga oladi. Uningdan boshqa haqiqiy musulmonning qandoq bo'lishi kerakligi to'g'risida nasihatlarmi bo'lganligi uchun har bir musulmon u surani o'qishga va amal qilishga sal qaramaslik lozim. Bo'libmi bomdod va shom namozidan keyin eng oxirgi 3 oyatni o'qish zarurdir. Shu sababdan masjidlarda har kuni bomdod va shom namozidan keyin u suraning oxirgi 3 oyati cho'qim o'qiladi. Aslida har namozdan keyin Qur'oni Karimdan xohlagan oyatni o'qisaqmi bo'laveradi. Ammo payg'ambarimiz ko'rsatib bergan oyatlarni o'qish afzaldir. Bomdod va shom namozini o'qib bo'lganda 3 qatim A'udhu billahi samiil alim minash shaytonir rojim deb Hashr surasining oxirgi 3 oyatini o'qish ham afzal hamda mustahabdir. Chunki Malik ibn Yasaridan rivoyat qilinishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: Kimiki atiganda A'udhu billahi samiil alim minash shaytonir rojim deb ondan Hashr surasining oxirgi 3 oyatini o'qisa, Alloh o kishiga 70 ming farishtani vakil qiladi. Ondan bu farishtalar o kishi uchun qorong'i tushganga qadar duo va istig'for etadi. Agar o kuni vafot bo'lib qolsa, shahid qatoridan o'rin oladi. Kimiki qorong'i tushganda, ya'ni shom namozida bu oyatni o'qisa, o kishimi o'xshashla shu savobga erishadi. Ya'ni 70 ming farishta tong otqanga qadar uning uchun duo va istig'for etadi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning rivoyat qilishicha, suyimlik payg'ambarimiz mundaq degan: Kimiki bomdod namozini jamoat bilan o'qisa, ondan namoz o'qigan yerda o'ltirib, An'am surasining 5-dagi 3 oyatni o'qisa, buni o'qigan kishiga Alloh 70 farishtani o'rlashtiradi. U farishtalar qiyomat qoyim bo'lganga qadar Allohga tasbih etadi va u oyatni o'qigan kishi uchun Allohdan mag'firat talab qiladi. Hashr surasini o'qishning boshqa fazilatlari bo'lsa, Hashr surasining oxirgi 3 oyatini o'qishni kundalik odatiga aylantirgan kishi vafot bo'lganda shahidlik maqomiga erishadiganligi rivoyat qilingan. Hashr surasining oxirgi 3 oyatini o'qigan kishiga 70 ming farishta duo qiladi. Suyimlik payg'ambarimiz Hashr surasini o'qigan kishining gunohlarining Alloh tarafidan afu qilinadiganligini rivoyat qilgan. Shuning bilan birga kasalliklardan va balo musibatlardan saqlanib qoladiganligi, dunyo va oxirat hayotida muvaffaqiyat qozonadiganligi rivoyat qilindi. Yana ismi azamning Hashr surasining oxirgi 6 oyatida ekanligi rivoyat qilingan. Qur'oni Karimning har bir harfiga eng oz 10 savob yozildi. Mundaqcha aytganda, bu oyatlarni o'qigan kishining savobi necha hass ko'p bo'ladi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning Qur'oni Karimning tushirilishining asli maqsadi uni o'qishla emas, vaqti kelganda amal qilishdir degan so'zini unutib qolmasligimiz kerak. Shuning uchun har qanday dardga shifo bo'ladigan, foydalarni sanab tugatgili bo'lmaydigan bu oyatlardan maqsad Qur'ondagi bilimlar bilan ozuqlanib, qalbimizni Allohga bo'lgan iymonimiz va taqvoligimiz bilan to'ldirgan holda, ey iymon etgan kishilar, Allohga qarshi chiqishdan saqlaninglar va hammanglar atigi oxirat kuni uchun oldin alo nima tayyorlaganligiga qarasin degan oyat karimning ruhiga asosan atigi oxirat kuni uchun tayyorlanishimiz lozim. Shuni esimizdan chiqarmaylikki, ata har bir inson aziz va hakim zotning huzurida bugun qilgan amallar to'g'risida hisob kitobga tortiladi.